Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, aziz obunachilar, sizlar bilan Usta Jamshid. Mana eshigimiz tayyor bo'lib qoldi deyarli. Razmer 2 ga 90. Mana fasonini aytaman-da, mana bu yerlarini kraska qildirib, laks tagida qo'yib yana ham altilib chiqadi. Bu ishni 5 yil avval qilgan ekanman, xuddi shu ishni yana zakaz qilishyapti. Ikkita. Mana keyin mana bu yoqqa eshik bor. Razmer 2 ga 90. Adnalichka chiraz ichida bo'lib ketgan, mana kanatga ochilib, keyin qo'yilgan, yana ham urilgan mana nevidimka mixlar. Bu ikkinchi fason. Mana bu eshik ham bitta odamniki, bu ham xuddi shunday fasonda bu ham. Keyin mana bu yerda 220 ga 90 eshik bor. Buni egasiga 8 yil avval qilib bergan ekanman, mana hozir yana zakaz berib, buyurtma berib qildirishyapti. Mana shu yerda bitta narsaga sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bor-da, mana bu zamok, Peribaltika. Shu 6-7 yil avval ham qo'ygan ekanman shu zamokdan. Keyin mana shu ham sora bo'lib chiqyaptimi shu zamok ham? Qarangizlar-da, bu nima bu Peribaltika zamokda ichi sora bo'lishi mumkinmi? Ustalar agar podelka desalaringiz, bu yoqqa original hamma tomon. Faqat mana shu o'rtasini almashtirib qo'ydimi sotuvchilar. Ustalar bir qarab kommentariyada bir narsa deb yuboringizlar shu zamokka. Omon bo'lingizlar, hammangizga omad. Videoga bitta like. Rahmat.